Video montajchilar juda ham ko'plari mana shu yerga lenta qo'yishadi, bu yoqqa ekranni chiqarib qo'yishadi, ish ancha oson bo'ladi. Ikkita monitor yoki ikkita notebook. Bundan ko'ra yana bitta zo'r yechimi bor. 49 dyumli ultra wide formati 32:9 bo'ladi. Qarang. Bu monitorimiz dual 2K hisoblanadi, ya'ni 5120 ga 1440 razresheniyada o'lchanadi va 120 Hz ni tashkil qiladi. Ko'ryapsiz, o'yin o'ynaganingizda qanaqangi chiroyli zona bo'ladi. Yuqorida aytganimdek 16:9 formatda aynan mana shu joyda ko'rasiz xolos. Qarang, sizga qanaqangi katta maydonni chiqarib beradi va buni yana qo'shimcha kimlar ishlatishi mumkin? Video montajyorlar birinchi navbatda ular uchun juda ham muhim. Gamerlar ishlatishi mumkin. Anasi Counter Strike yoki action boshqa turdagi o'yinlar uchun ayni muddao. Grafik dizaynerlar, AutoCAD ishlovchilari, 3D Max ishlovchilari va dasturlovchilar uchun ham juda ham muhim. Bemalol 3 ta doskaga bo'lib turib ishlatsangiz bo'ladi. Eng qizig'i, buni narxi siz kutganingizdan arzon. Shu gapni eshitmasdan kommentariyada yozingchi, keyin solishtirib ko'ramiz. Narxi $450. Mana shu holatda bo'ladi. AMR modelidan iFix ga kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. iFix bilasiz, sizga hamisha ham arzonlarini, ham sifatlilarini tavsiya qilishda davom etadi.